alaykum do'stlar. Bugun 2025-yil 1-may sanasida Vanderkot o'yinlarimiz pishish arafasida bir 2 kunda pishadi. Mana uchlari sarg'ayib, orqalari ham, ustilari ham sarg'ayib oldi. Xudo xolasa bir 2 kun, 3 kun qoldi pishishiga. Lekin hozirda eksportbop bo'lgan varianti o'zimiz bozorlarda olmaydi, lekin eksportga eng zo'r variant bo'lib yetilib turibdi. Buni ishonchli ko'chatlar bor, murojaat qilaverasizlar, nomerlar profilda bo'ladi. Ekishlarni tavsiya qilamiz. Eng zo'r, eng lider o'rinlardan biri Vanderkot bo'ladi. Buni nimalarni ko'rib qo'yinglar, bir kalibrovkalarni, kattaliklarini qarang. O'ta mevani quyib oladi. Biz lekin sifatli meva chiqaramiz deb g'o'ralarini toqaloq qilib olib tashlaganmiz. Mana mevalarni bir ko'rib baho berasizlar o'zlaring. Har bir shoxida bor mana. Bu bargidan ko'p oladi mevani. Prosta biz toqaloq qilganmiz buni. Sifatli meva chiqarishimiz kerak bozorga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda unutmanglar mana. Mevalar qarang, kattaligi, yirikligi. O'ta yirik.